ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi xodimlari va ularning aziz oila a'zolari ishtirokida birgalikda biz bir oilamiz nomli tadbir uyushtirildi. Kompaniyamizda sog'lom muhit, jamoaviy ruh va o'zaro ishonch muhitini mustahkamlash maqsadida har yili o'tkaziladigan ijtimoiy tadbirlar alohida o'rin tutadi. Shu munosabat bilan joriy yilda ham kompaniya xodimlari va ularning farzandlari ishtirokida unutilmas va samimiy bir kunni o'z ichiga olgan birgalikda biz bir oilamiz nomli katta oilaviy tadbir tashkil etildi. Kun davomida barcha ishtirokchilar uchun sport bellashuvlari, jamoaviy kvest o'yinlari, kulgili viktorinalar, ijodiy tanlovlar tashkil etildi. Ayniqsa, ota-onalar va bolalar bir jamoada bellashgan o'yinlar barchaga quvonch va iliq xotiralarni ulashdi. Yuzlardagi tabassumlar, bolalarning quvonchi, ota-onalarning minnatdorlik bilan to'la nigohlari bu tadbirning asosiy yutug'i bo'ldi. Kompaniya rahbari Murodjon Farmonov ta'kidlaganidek, kompaniya o'z xodimlarini nafaqat professional jihatdan, balki insoniy qadriyatlar asosida qo'llab-quvvatlaydi. Har bir xodimning oilasi bu katta jamoaning ajralmas bir bo'lagi hisoblanadi. So this is so much fun, yeah? Yeah. So we'll have a party and everything, yes? Yeah. This is so much fun. Yeah, it's so much fun. And we have a drink. Yeah. It's so delicious, yeah? Yeah. Kind of feeling. And so this is our story. Mama, me what is the domas of yours? Thank you. Thank you. Xodimlar fikriga ko'ra, bunday tadbirlar nafaqat dam olish va hordiq chiqarish imkonini beradi, balki kompaniya bilan bo'lgan aloqani chuqurlashtiradi, o'zaro hurmat va birdamlikni mustahkamlaydi. Tadbirimiz qizg'in ketyapti, kayfiyatli zo'r, ko'rib turganingizdek farzandlarimiz bilan o'ynash juda ham maroqli bo'lyapti, hammasi zo'r. Bu kabi ijtimoiy loyihalar kompaniyamiz madaniyatining muhim bir qismidir. Zero kuchli jamoa bu nafaqat professional bilimlar to'plami, balki bir-birini tushunuvchi, qadrlovchi va qo'llab-quvvatlovchi insonlarning birligi demakdir.